noshukrlik qiladigan insonlar ko'payib ketdi-da. Ba'zida baxtdan noliydigan odamlarga aylanib qoldik. Baxtdan noliydigan odamlarga aylanib qoldik-da. Aslida baxt mana o'sha haligi aytamanki, uyga kelsam ayolim aytadi, "Dadasi, jonimdan to'yib ketdim. Nima bo'ldi? O'g'lingiz derazani sindiribdi" desa aytaman-da. Ha, demak bizning o'g'limiz bor ekanda. Ha, demak bizning derazamiz bor, demak uyimiz bor ekan. Bu baxt-ku. Aslida bir paytlar o'g'limiz yo'q edi, Xudodan so'raganmiz. Uyimiz yo'q edi, Xudodan so'raganmiz. Bu baxt-ku aslida. Ana shunday, bu kichkina misol, lekin biz tomoshabinga aytmoqchi bo'lgan g'oyamiz, fikrimiz shuki, ba'zida baxtni ham nima ekanligini tushunmay olib qo'yamiz. Baxtdan ham nolimiz ba'zida. Aslida o'sha narsa baxt bo'ladi.